Ey, qo'lingga nima deb yozyapsan? Men qo'limga qatlamning rasmini chizyapman. Nimishqa qatlama chizasan? Qo'slig'im ichib ketgan, yeydigan narsa bo'lmag'achqa qatlamning rasmiga qarab qo'slig'imning ochlig'ini besyapman. Bak o'tgansan, sizgan qatlamiga baribir pul olmagandan keyin pizza qatlamasi chizsang bo'lmamdi? Go'sht bilan pomidor qiyamini ko'proq aralashtirsang, texmi payzi bo'ladi. Voy, sen nimacha oshko'z? Men oshko'z emas deb tomoq yemasam, qandoq cho'ng bo'laman? Biroq sen boyi sizgan qatlamiga qarab ochlig'imni bosaman deding. Bu gapni bir yo'da anglagandek qilaman-jimu. Bu dadam menga o'rgatgan og'zini tatliq etmak degan turaqliq ibora. Men texi sizib bo'lgandan keyin qatlamini rostdan yig'ilib bo'ladigan o'xshaydi deb topdiman. Agar sen o'ylagandek bo'lsa, bu dunyodagi oshpazlarning hammasi ishsiz qolmamdi. Ansizlik qilgan bu joydagi hamma odam urushga nimacha amroqdi. Teriqchilik bilan hech kimning kori yo'qkan. Ochliqni qanday qila? Ochliq burunli tugigan. Mama, qarang, men 2 tal non sizdim. Cho'ngini siz eling, kichigini men olay. Bu bola nima degan vafodor? Momay ilojsiz ochliqdan o'lib ketibdi. Navrisi o'z kuchiga tayinib ishlab xeyli cho'ng bo'pti. Qo'shni xulumlari uni obdan odam bo'ldi deyishadigan. Men heliqi yetim bola. İsmim Louis. Kichigimda kunlarim nihoyatda jafoliq o'tgan bo'lsa-mu, biroq hozir bugünkidek kunga erishganim uchun nihoyat xushalman. Obdan bola, men kent boshlig'i bo'lib sutdim bilan kentdagi barliq kishilarga vakolatan o'rdida amaldor bo'g'inini tabriklayman. Xizmatingni cho'qim obdan ishla. Louis to'liq odil va pok amallar bo'pti. U 3 yildan ko'proq vaqt ichida nurg'un yaxshi taklif fikrlarni berib, xonning ishonchisiga erishibdi. Bu bir qancha kun ichida amaldor tanlaymiz. Bu ishga siz bosh bo'ling. Oliylari, men nimishqa buncha ishindilar? Siz nihoyat qiyin sharoitda tavlinib chiqqan. Fazilatingiz va iste'dodingizdan qaraganda sinoqqa chuqur berdashlik bera olasiz. Ilgari amaldor tanlashga mas'ul bo'lganlar nomi chiqqan kishilarni ko'rsatdi. Shundoq, haqiqiy qobiliyatlarni tanlashimiz kerak. Hargiz yuzaki oldi tanlab qo'ymasligimiz lozim. Bu qadim amaldorlarni o'zingiz tanlang. Hargiz ularning nom obro'yiga qarab tanlamang. Bo'lmasa, sizga nonni yegili bo'lmagandek ish bo'ladi. Tushundingizmi? Xo'p, nonni hamma odam siz olaydi. Uni faqat ko'rishgili bo'ladi. Shunga bu qadim amaldor tanlashda avval bir loyiha tuzib oling. Undaqda imtihon tuzum chiqarib e'lon qilaylik. Shundalar adil bo'ladi. Yaxshi, amisa shundoq bo'lsin. Og'zini tatliq qilmoq degan bu ibora mushu podshohdan qolgan ekan. Dastlabda bu so'z namdiba amal yo'q kishilarga qartilgan. Keyin bu ibora amalga oshmaydigan, xom xiyol bilan o'zini bazlaydigan ahmoq kishilarga tamsil qilingan. Men kichik vaqtimda nonnoli emas, balki mantinimi sizib boqqan